Showtime. O'xshamadi. Salom Spurs Studios kanali. Mortal Kombat 2 film va nihoyat chiqdi. Men tomosha qildim. Bu videoda o'zimni fikrimni bildirib o'taman. Taassurotlarimni, fikrimni, emotsiyamni nima bo'lsa ham. Birinchi qismdan yaxshi bo'ldimi, yo'qmi yoki franshizdan davomi, spoiler hamma narsani aytib o'taman. Video qiziq bo'ladi deb bittaman. Shuning uchun qulayroq joylashib oling. Bo'lmasam boshladik. Demak, Mortal Kombat 2 menimcha bu filmni ancha-muncha odam eshitgan bo'lsa kerak va oralarda ko'rganlar ham bor, balkim ko'rmaganlar ham bor. Shuning uchun u narsa to'xtalib o'tmayman, kim ko'rdi, kim ko'rmadi, chunki spoiler bu degan narsa bo'ladi. Shuning uchun o'zingizlarni anaqalarga qarab ko'ringlar, nima? Vaziyatga qarab. Agar kimlarga spoiler kerak bo'lmasa, chunki men sirazi spoilerga o'taman. Buning uchun uzr. Masalan, birinchi kategoriya bo'yicha aniq qilib ketsam bo'ladi, lekin bilmadim, bu narsa qiziq emas. Shuning uchun randomni aytib o'taman. Miyamga nima kelgan narsa o'sha narsa, ssenarist. Shuning uchun. Va o'shanda bilib olasizlar o'zimni hozir nima emotsiya bo'layotgan. Agar shuni ssenaristlarga o'qib bersam nima qizig'i bor undan ko'ra. Hozir miyamda nima bo'layotganini aytib beraman, bo'ldi. O'sha filmdan olgan taassurotlar hammasi o'sha emotsiya. Живой emotsiya bo'ladi. Xo'p, kelinglar bo'lmasam boshlaydigan bo'lsak, birinchisi shu sujet. To'g'ri, treylerda reaksiya olgan paytimda to'xtanglar. Da. Ikkinchi treylerga reaksiya oldim, birinchisiga emas, tizerga olmadim. O'tkazib yubordim. Ko'rdim, lekin reaksiya o'xshamadi. Shuning uchun ikkinchisiga olishga majbur bo'ldim, ikkinchi treylerga. Lekin u zo'rroq bo'ldi birinchi treylerdan. Xo'p, ikkinchi qism uje bu franshiza yanada anaqa, nima desam bo'ladi. Yanada kengaytirilgan personajlar ko'p. Uning ustiga birinchi sujetdan boshlashim kerak edi. Mayli. Uning ustiga ko'proq budjet ajratilgan nisbatan. Chunki birinchi qism bilsanglar qanaqadir serial formatga o'xshaydi. Men uni filmdek his qila olmayman. Grafika taraflama, sujet taraflama, action taraflama, kostyum taraflama, u filmning muammo tarafi edi. Menga umuman uncha odam kostyum yoqmagan. Ikkinchi qismda bo'lsa kostyum yaxshi, no baribir qanaqadir cosplayerga o'xshaydi bir xil qanaqa, grim bu deganlarda, uning ustiga yana nima desam bo'ladi. O'ziga yarasha baribir kiyimda muammo bo'ldi. Nimadirdik mayli, uning ustiga Sub-Zero'ni kiyimi. Umuman bo'lmaydi. Umuman. Kino adaptatsiya uchun juda ham yomon. Hatto 90-yilda yaxshiroq chiqqandi, to'g'risi, nisbatan. Nisbatan. Undan o'ylab qaraydigan bo'lsak, undan anaqa Cyrex kiyimi undan 1000 marta yaxshi, Scorpionning kiyimiga qaraganda. Scorpionniki prosta sal qop bo'lib qolgan, atak maskani ular yaxshi edi. Baribir muammo bor. Mayli, kelinglar kostyum bo'yicha to'xtalamiz. Keyin u kategoriyaga o'tamiz. Birinchi sujet. Sujet shu birinchi qismni bilsanglar, izbrinniy bola bordi, Cole degan. Scorpionda potomka, nima desam bo'ladi, nasledniki, potomka, qisqasi. Va potomka o'zbekchalab nimadir. Mayli, qisqasi mayli, u narsada to'xtalmayman. Xo'p, o'sha Cole Scorpion bilan bog'liq bilsanglar, o'shani orqasidan sujet anaqa bo'lib ketishi kerak edi. Birinchi qism shunisi bilan anaqa nima bor edi, nima desam bo'ladi. O'ta turnir, anaqa katta anaqa masshtabli global anaqa emasdi. Shunchaki personajlar bir-birini anaqa qilib, bir-biridan nima desam bo'ladi, o'rganib, bu deganlarda keyin yana nima edi? Qobiliyatlarini ochishadi. Qisqasi u gap kelmayapti. Uzr, lekin to'g'risi keyin yana gapirmaylar, kommentda avtor gapira olmayapti, o'zining gapini normallik deb. Shunchaki aytaman, o'z-o'zidan bu anaqa nima desam bo'ladi, improvizatsiya. Qisqasi randomni aytib ketaman-da, shuning uchun. Yana anaqa qilmanglar. Negativ degan narsalar, negativ. Shuning uchun. Xo'p, sujet davomida birinchi qism bilan solishtiradigan bo'lsam, birinchi qism baribir nisbatan zerikarli edi. Anaqa sujet taraflama, plan anaqasi. Lekin o'tda bitta film qiziq qilgani bu Kano edi. Kano. Bu yerda endi Johnny Cage Kano, bu двойной bo'ldi. Ikkinchi qism bo'lgani uchun ikkita eng qiziq personaj chiqishdi, yaxshi bo'ldi bir tomondan. Birinchi qismda bitta Kano tashkil qilgandi filmni, uni o'zi bilan olib ketgan. Bo'ldi. Na sujet, na anaqa bu yerda qiziq emas edi birinchi qismda, to'g'risi, turnir bir-biri bilan olishu, bu deganlardek o'ta shavkan yo'q uchun ham qanaqadir faqat o'ta Shansung anaqa edi.
eng bosh anaqasi. O'sha komandир u yerda unaqa 10 kishi olishmagan uni ustiga. U ikkinchi qismda syujet bo'yicha 10 kishi olishadi. 10 kishi agar o'shani treylerda reaksiya olganda aytdim, mana shu narsaga tushunmadim deb 10 ta yonib turgan narsa u ochko ekan. Ochko emas, qisqasi yutqazgan odamniki o'chib qolar ekan. Qisqasi yutqazsanglar o'char ekan. Lekin nega lestnitsa bo'yicha qilishmadi ekan? Xuddi o'yinga o'xshab, lekin u maksimalni o'yin bo'lib qolardi, g'alati bo'lib qolardi. O'yin adaptatsiya bu. Aytmoqchi bo'lganim, o'yinda bilsanglar, lestnitsa bo'yicha ko'tarilib ketaverasizlar, yutgan odam ko'tarilaveradi. Endi agar bu yerda shunaqa qilsa g'alati ko'rinardi-da, o'shaning uchun mana shunaqa narsa qilishgan, yonib turgan narsa. Agar balkim men o'tkazib yuborganman. Men Mortal Kombat 11 da ili 1dami, ili 10dami qisqasi shunaqa narsa bordir. Yonib turgan narsa yutqazgandan keyin o'chib boraveradi. Mana shunaqa ochko tipa. Turnirda 10 kishi olishadi. 10 kishida o'sha oxirgacha kim anaqa qilib borsa, kim oxirgi anaqasi o'tsa, kimnikidir yonib qolib ketsa, o'sha yutadi. G'olib qisqasi. Prosta men esimda любой franshizada Mortal Kombat o'yini bo'yicha demoqchiman. Xod telefon, Java ili PlayStation-dami, Xbox. Masalan, Mortal Kombat 10 PK versiyasi yo'q. Masalan, PK da 9 ni o'ynam, lekin ikkinchi qism xuddi 9-chi Mortal Kombat 9 ga o'xshaydi syujeti, nisbatan o'xshash. Bitta joylarni aytamanki, отсылкалар прям nima 1-ga 1, 1-1 deydi-yu. 1-ga 1 o'xshab ketadi. Aytmoqchi bo'lganim o'sha shunaqadan ko'tarilib ketaverardi. Ko'pita listitsa edi, listitsa bilsa. Ko'tarilib ketaverardi. Mayli, keldi to'xtalmaymiz bu narsaga, juda cho'zib yubordim. Xo'p, o'sha yonib turadigan narsalar ham katta rol o'ynadi demoqchiman. Men tushunmagandim. Nima u artefaktmi? Shunchaki anaqa ekan. Yutqazsanglar o'chib boraverar ekan, qisqasi shunaqa narsa ekan. Oxirida kimki yonib qolsa, o'sha yutadi. Bu syujetda boshini o'zidayoq bizga захватывающий qanaqadir zo'r actionni ko'rsatishdi. No endi anaqa nima desam bo'ladi? Xoreografiya taraflama zo'r deyapman, postanovka taraf. Yo'q, xoreografiya yaxshi, postanovka yomon. Postanovka yana shu отвратительно boru. Masalan, urishyapti-da, bitta ikkita kadr, o'sha dubl almashyapti. Yana kadr yo'q, mayli, u mayli operatorligi ishi yaxshi o'tdi, lekin postanovka degani bu to'xtab qoladi. To'xtalishi ko'p. Bitta ikkita uradi to'xtab qoladi. Bitta ikkita uradi to'xtab qoladi. Bu anaqa drive yo'q. Keyin aytaman, action bo'yicha polniy analiz qilamiz. Yarim soatga cho'zilib ketmasa bo'ldi. Action bo'yicha agar analiz qilsam, bilasizlar, cho'zilib ketadi. O'shaning uchun men o'z syujetda ketyaptim вообще-то, mayli. O'shani boshida Kitanani adasini o'ldirib, anaqa qiladi Shaukan, o'sha ularning anaqasini egallayapti, sarstva. Sarstva deb tarjima qildi, qirollikmi nima. Keyin o'sha Zemnoy sarstvani egallamoqchilik bo'lishga o'tdi Shaukan, o'sha syujet bo'yicha shunaqa ekan. O'sha yerda 10 ta odamni olib, bir-birligi bilan короче olish kerak. Agar ular yutqazsa, yer qirolligi sarstva dedi, Zemnoy sarstva. Bo'ldi, Shaukan hukmronlik qiladi. Shunaqa syujet ekan. Endi mayli. Ko'pchilik syujetni yomon anaqa rugat qilishdi, yomonlashdi. Chunki film o'shani orqasidan past reyting oldi. Uni keyin oxirroqda aytaman, chunki o'zimni ballim aytaman, Rotten Tomatoes sanavlari bilan ballar bilan solishtiraman. Hozirdan o'zgarish bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun meni anaqam to'g'ri kelmashi mumkin. Men aytgan ma'lumotlar. Shuning uchun agar to'g'ri kelmasa, yana anaqa qilmaylar, o'zgarga boshqacha ekan u deb. O'sha syujet taraflama yomonlashdi film. Men hech qanaqa yomon anaqa ko'rganim yo'q. Men o'shaning uchun qiziqdim, nimaga syujetni shunchalik yomon. Lekin birinchi qismdan hech ham o'zgarish anaqa deyolmayman. Lekin aytganimdek qiziq bo'ldi ikkinchi qism, birinchi qism syujet taraflama. Personajlar qiziq, action ko'p bu yerda. Har bir 10 daqiqaga action bo'lyapti. Deyarli. Даже 5 daqiqa desam, bu yerda action ko'p. Birinchi qismda odam yomon zerikadi. Qachon urushadi bular, qachon. Endi birinchi qismni ko'p aytganimdek anaqa ajratishmagan, o'ylashgan, anaqa bo'larmikin, yo'qmi bu hali? Nima muvaffaqiyatli bo'larmikin, yo'qmi? O'shancha, mayli qo'yib qilinlikcha o'xshaydimi, yo'qmi deyishgan. Ikkinchi qismda birin popolni harakat qilishdi, lekin baribir nima desam bo'ladi? Biroz harakat qilsa bo'lardi. Undan ham yaxshi. Erta mana Street Fighter chiqadi, unga raqobatchi. Endi oho, hali ancha kutamiz, oktyabrda. Street Fighter, bilsanglar, u ham kinoadaptatsiya, uni uncha bilmaysizlar, uncha nima desam bo'ladi? Mashhur emas, Mortal Kombatga o'xshab. Street Fighter endi u aslida Capcomniki, adashmasam. Capcomniki. Erta Capcom vs Marvel chiqsa, aniq borasizlar crossoverga. Xo'p,
yana chalg'idim. Aytmoqchi bo'lgan syujet taraflama qiziq film. Agar ko'raman desanglar, prям qiziq. 1 soat, deyarli 2 soat film, xronometraj. Tez o'tib ketdi. Bilmadim negadir action orqasidanmi, odam qiziqib ko'rdi, tugab qoldi. Iyabli. Birpasda tugab qoldimi degani bo'ldi. Birinchi qismda bunaqa emotsiya bo'lmagandi menda. To'g'risi, har holda syujet nisbatan qiziqroq bitta. Odam baribir anaqada qiziqda, masalan, qaysi taraf yutadi. Bilaman, har doimgidek yaxshilar yutadi. Oldindan bilamiz, o'shandan ham ko'pchilik qiziqmaydi. Yutishadi, bo'ldi. 10 ta personaj fan servisi tiqib yuborishgan. Bu to'g'risini aytsam, bu rostdan ham fanatlar uchun. Masalan, agar Mortal Kombat fanati bo'lsanglar, sizlarga bu kakras. Agar fanati bo'lmasanglar, agar randomni odam boradigan bo'lsa, shu so'zni ko'p ishlatardim. Random endi, tasodifan odam masalan. Bilmasanglar franshizani, shunchaki o'yinini umuman o'ynamagan odam, может, ozgina biladigan odam bo'lsa ham tushunmaydi. Agar men masalan bitta har 5 minutda ko'r, mamma движение, mamma hujumlari hammasi отсылка deb ko'rib o'tirdim-da. Pasxalka, отсылка hammasi bor. O'yinga to'ch ko'rsatgan. Xo'p, syujetga to'xtaladigan bo'lsam, shu. Syujet masalan men hech ham anaqa negativ qiladigan narsam yo'q, nima? Negativ bildiradigan narsam yo'q. Normalniy syujet. Bo'ldi. Personajga keladigan bo'lsak, bu syujetni qoldiramiz, короче, bo'ldi shu. Men tushungan narsam shunaqa bo'ldi. Agar nimadir qolib ketgan bo'lsa, aytinglar. Prosta shu Kitandan keyin adasi o'rishtonni aytuvdi. Mana shu kuch, u kuchli-ku, Shavkan kuchli deb oldida turgan paytda aytdiki, "Saniki 30 dedi, kuching." Bu yoqda qisqasi shu, o'zing anaqang topasan, tipa kuchingni, yuragingni bu deganda. Lekin bu filmda unchalik ish bermadi desam ham bo'ladi. U gapidan keyin u o'sha gapini eslab, keyin o'zida kuch topa olganda unda zo'r bo'lardi. Unaqa bo'lmadi. U spoiler joyida edi. Mayli. Personajlar ko'p. Qaysi birlarini sanab o'tishimni. Kellar, eng glavniy bizani zvezda, yulduzimiz Johnny Cage oladigan bo'lsak, Johnny Cage u filmda yaxshi ko'rsatdi o'zini. Biram patsani, yigitlarmi? O'sha serialdagi aktyor, adashmasam o'sha, qisqasi men u aktyor bilan tanishmasman, adashmasam Thor Ragnarokda anaqani ham o'ynab chiqqan, Palachi или qo'lda boltasi bor. Короче, kalashda oxiri hela bilan ochmoqchi bo'lganda anaqa qilib. Короче, o'sha aktyor mana endi Johnny Cage o'ynayapti, lekin Johnny Cage uchun juda ham sal qariroq, sal yoshroq, optniroq anaqani olish kerakmi deyman, lekin mos keldi. Yumor, anaqa xarizma zo'r. Filmda o'z kulgili. Aytaman, Kano bilan zo'r duet bo'ldi. Kakras Johnny Cage. Zo'r duet bo'ldi. Men masalan ikkalasini kuzatish mazza bo'ldi, qiziq bo'ldi. It's funny, dedi. Lekin Scorpion ekran vaqti kam ekan bu filmda, afsuski, o'sha aytmoqchi bo'lganim. Johnny Cage o'zini yaxshi ko'rsatdi, qisqa qilib aytganda, shu qolganlar o'sha Liu Kang, Kitaning yangi personaj ham yaxshi chiqarib berdi, lekin u qanaqadir men personaj xarakterini bilmayman o'yinda unchalik, lekin menimcha bir xil deb o'ylayman. O'yin bilan anaqa bilan bir xil bo'lgan. Lekin ko'proq menga aytayman, shu Mortal Kombat 11 bilan men yaqinda chiqqan biri sal eslatib yubordi. To'g'ri, birini o'ynamadim-u, lekin syujet taraflama, gameplay taraflama ko'rdim. Biroz отсылка bor ikkalasiga. Ikkalasini masalan bitta qo'rganga o'xshaydi. Men Mortal Kombat 11 va Mortal Kombat 1 yaqinda chiqqan. 25-yil, 24-yil, 25-yil chiqdi adashmasam, 24 bo'lmasa agar. Qisqasi o'sha bilan smes, короче. Lekin kiyimi tushunmadim, qaysi qismdan olingan yoki bular menimcha anaqa qilishgan. O'yin adaptatsiyaga o'xshash kiyim emas, umuman boshqacha qilishgan. Lekin ko'proq Mortal Kombat 1dagi kiyimga o'xshab ketdi nisbatan. 1 va 11 aytganimni chachishtirib yuborgan. Xo'p, yana Jade chiqdi, lekin Jade menga yoqmadi qisqasi. Lisi qanaqadir qora tanli, maylani nidan boshlanadigan narsa ishlatib kelmayapti. Bu vashiyata menga ham mumkin emas, mayli. O'sha ne oxiri r bilan tugaydi. Xo'p, o'sha ayol nima desam bo'ladi? O'sasida Jade unaqa kalili, anaqa sal bug'doy rang bo'lish kerak emas-da, to'g'risini aytsam. Nimaga unaqa qilishdi hayronman. Oq tanli bo'lish kerak, yana boshlandi. Aytishlar mumkin, yana boshladi, bu yana rang ajratyapti. To'g'ri, endi mendan olsa bular anaqa qilayotgani, rangi umuman boshqacha anaqa tashlayotgani. Jade o'zi oq, sochi kari yoki uzunroq bo'lish kerak. 9da uning dizayni boshqacha edi. 11da ham shu.
Qayerda ko'rgansa Jade kal Jade'di. Hatto niqob taqib olgan g'alati ko'rindi lekin. Endi bu narsani bildim negaligini, chunki Jax bilan olishdi. Agar Jax bilan tasavvur qilib, oq tanli qiz yutqazsa, olishsa yutqazsa, hammani jopasi yonatdi. Qora tanli yutib qo'ydi oq tanli. Mashina orqasidan ular majburda. Bosh odamlarning dastidan, muxlislarning dastidan ular qo'ya olmaydi personajni. Men shunaqa deb tushundim, chunki bu narsa birinchi marta bo'layotgani yo'q. Panterada ham nimaga masalan Meksikalik anaqani olishdi Nemorga. Pantera 2 da esinglarda bo'lsa, Wakanda Forever'da nimaga oq tanli emas? Chunki u Shuri yutib qo'ydi-yu. Nemor to'g'rimi? Agar oq tanlini yutib qo'ygan nima bo'lardi, bilasizlarmi? Muammo bo'lardi. O'shaning uchun Meksikalik sal bilinmasin deb, bug'doy rangli personaj. Bu yerda ham xuddi shunaqa Jax bilan olishdi. Yoki umuman boshqa personaj bilan qo'yish kerak edi. Umuman oq tanlik qo'yish kerak edi, bo'ldi. Обязательно Jax bu odam Jade. Yo'q, agar men adashayotgandim, balkim Jade qora varianti ham bordi, lekin men hech eslamayman Jade qora bo'lganini. Endi to'g'ri tushunasizlar. Qisqasi menga uncha yoqmadi. Xarakter o'zini tutishi anaqasi xuddi o'yindagidek, priyomlari, u bilan lekin action sahnalar umuman 0 menga yoqmadi, lekin to'g'risini aytsam. Qisqasi o'rtacha personajda, o'rtacha. Menga shaxsan Jax o'sha bayets. Xo'p, Liu Kang o'sha o'zini tutishi, lekin o'shanda treyler reaksiya ko'rganda aytdim, sizlarga sal ozib qolgan deb, nima desam bo'ladi? Ozmagan, sal qarigan, ozgan. Endi 4 yil bo'ldi, 5 yil bo'ldi. O'sha 21-yil chiquvdi, adashmasam. To'g'ri, men bitta narsani aniq ayta olmayman, sizlarga mashinada aniq dedim, hozir. Aniq oydinlashtirish uchun mayli, qidirmasam bo'lmaydi. To'g'ri aytaman. Prosta endi sizlar chalg'it nima desam bo'ladi? Zablуждение qo'ymaslik maqsadida adashmasam deb qo'yaman bo'ldi. Shu menga privichka bo'lib qolgan 21-yil. To'g'ri, 5 yil o'tibdi Liu Kang. Bu vaqt ichida lekin aktyor sal qarigan, nisbatan yuzi ham ozib qolgan. Birinchi qismdan farqi bor demoqchiman. Sal g'alatiroq men uchun ko'rish privichna bo'lmadi. Masalan, o'rganib qolganda birinchi qismdagi ko'rinishiga bu yerda sal boshqacharoq, yuzi boshqacha, xuddi boshqa aktyor ko'rayotgan deyman bir xilda. Mayli, nima bo'lsa ham. Sonya o'sha lekin shu paytgacha o'zgarmagan. Shundoq unda obotganga o'xshaydi. Lekin mana Kun Lao ham xuddi shunaqa, Kun Lao ham tirik. Shunda fransiza sakrab o'tganga o'xshaydi. Lekin Liu Kang bu vaqt ichida negadir sal bilmadim, nimadir muammo bo'lgan aktyorda biroz qanaqadir boshqacha ko'rindi menga. O'sha sal qarigan, osib qolganmi bilmadim. Qisqasi shu, Raiden lekin kiyimi nabort yaxshilandi, birinchi qismda kiyimi yoqmagandi. Mana bu qismda kanonichni, lekin uni ham ekran vaqti, unga ajratilgan ekran vaqt umuman meni anaqa qildi. Yoqmadi, razочаровать qildi. Вообще men bilmadim nega unaqa. Scorpion bilan Raidenga umuman normalniy vaqt ajratilmadi ekran vaqti. Afsuski, men xafa bo'ldim shu joyiga. Chunki Raiden ham biroz olishadimi deb o'ylagandim, to'g'risi. Chunki bilsanglar animatsiya variantida Mortal Kombatda Raiden dar Shao Kahn bilan ham olishish kerak edi. Hatto o'yinida ham Mortal Kombat 9 da ham oxirida Shao Kahn bilan birga bir chiqadi. O'shanda sujetda birinchi Liu Kang yutadi uni, boshida yutib beradi. Potom oxirida Raiden urushish kerak edi, uni yutish kerak edi, lekin eng qiyin joyi o'sha o'yinda. Men shunga o'xshash anaqa bo'ladimi deb o'ylagandim. Afsuski bo'lmadi. Unisiga ular Kitanani ozod qilish kerak edi, anaqa uni zanjirband qilib qo'yishgani. Xuddi shu joyi kinoda ham bor, xavotir olmanglar, spoiler joyida aytaman. Personajlarga to'xtaladigan bo'lsak, shu bo'ldi, men boshqa gapim yo'q. Hammasi o'z joyida, faqat yangi personajlar. Xo'p, mayli. Noob Saibot ismidan chiqdi. Noob Saibot keyin qo'shilganda. Keyin kanonni ham qaytarishdi, mayli, uni aytdim sizlarga Noob Saibot. Endi по сути Scorpion to'xtatilgan varianti o'sha qobiliyati bor, ikkita bo'lib ketadi. Qisqasi bilasizlar, Noob Saibot kimdir yoqtirsa kerak, voy вообще. Kiyim yoqmadi menga. Na Scorpion, na Noob Saibot o'zini kiyimi. Endi aytishlar mumkin, din yo'qmi? Hamma narsa yoqmas ekanda. Yo'q, to'g'risi. Men o'zingizlar ko'rishinglar mumkin, men bilmadim. Bunaqa kostyum qanaqasiga? Kostyumerlar вообще biron bir kino adaptatsiya o'yinda normalniy qilsa bo'ladi-yu. 9da normalniy edi kiyimi o'yinida. 11da Noob Saibot bormi yo'qmi bilmayman lekin. 1da yo'q. 11da 50 kelik to'g'risi. O'tda даже Cyrex bilan anaqa sektorlar yo'q. Ikkita robot. O'sha Cyrex bilan sektor deganimga. Negadir u personajlar yo'q umuman.
O'sha mana franshiza ikkita qism chiqdi, ular hali paydo bo'lgan. Men uchun 3-qismga olib qo'ygan fan servis uchun, chista fan servis. Menimcha o'shandan keyin Night Wolf va Striker chiqishi mumkin. Ana unda vashi imba bo'ladi. Night Wolf, Striker, Spectre, balkim Shiva chiqadi, to'rtta qo'lli. Shiva, Motaro, unaqa personajlar bor hali, yana ancha-muncha personajlar bor. Biz ko'rmagan. Xo'p, Noobsayedga kelsak, u ham deyarli film oxirida 3-aktda chiqdi. Zo'r. Nima desam, 3-aktda emas. Jangga 3-aktda. Undan oldin u bu qildi, yordam berdi amuletni olish uchun. Chunki amulet o'sha Shao Kahnni naqmaslik uchun ekanmish. O'sha Kahn olgan amulet kanon tiriltirgandan keyin nima desam bo'ladi? Birinchi Liu Kang Kun Laon tiriltirdi, kanoni oxirida Noobsayed. Mayli. Adashmasam oxirida Noobsayed tiriltirdi, potom o'shandan keyin shu mana amulet, potom uni Raiden Amtni kesib yuborishdi. Endi men 0 dan yetib berish niyatim yo'q, qisqasi o'zi agar ko'rgan bo'lsanglar. Ana o'sha paytda paydo bo'ldi Noobsayed bo'ldi, boshqa shu ko'rmadik biz. Yo'q. Shundan keyin o'sha yo'q bo'lib qoldi. Keyin oxirgi paytda uchrashdi, olishdi, bo'ldi. Press F o'sha personaj. O'sha mana. Kela spoilerga o'tib qo'ya qolaylik tinchgina. O'shandan hamma anaqani aytdim. Action nima yoqdi, nima yoqmadi. Spoilers joyini aytib o'tdim qisqasi menga. Film yaxshi ko'rsa bo'ladi. Birinchi qismdan zo'r, nisbatan zo'r. Shu. Boshqa men aytadigan fikrim yo'q, boshqa. Nima ham deya olaman. Titrlardan keyin sahna menimcha yo'q. Lekin namyoq bor endi. Baribir 3-qism chiqadi degan gaplar bor. Menimcha bo'ladi. Aniq ikkinchi qism yaxshi kassada yig'sa. Bo'lmasam, meni ham anaqa muzlatib qo'yishadi menimcha proyekt. Agar yaxshi o'zini ko'rsata olmasa. Spoiler keladigan bo'lsak, eng qiziq joyi spoiler. Xo'p, 3-aktda mayli boshdan olaylik. Ana Shao Kahn yutgandan keyin, adasini o'ldirgandan keyin biling, yaxshi jang. Endi yutib turaman deganda, shundoq qo'ldigini olib, qo'lni kesib tashlasa bo'ladi. Qo'lni barmoqlarini. Eng anaqa jostki moment bo'ldi. Undan ham battar jostkilar bor. Sindel bilan Sonyani urushgani, qarochi, keyin to'xtalaman. O'sha joyda eng kulgili menga yoqmagan joy Sindel 2-3 ta Shao Kahn armiyasini ularni o'ldirdi keyin, bo'ldi, men kuchim yetmayapti bu. Yo'q, umuman kulgili ahmoqona sahna bo'ldi shu joyi. Tipa harakat qildi, mayli. Harakat qildi, bo'ldi. Keyin o'sha Sindel o'zgarib ketdi. Boshida boshqacha bo'lgan ekan, keyin Shao Kahn uni boshqacha qilib qo'ygan uni, bilsanglar. Oxirida o'lmadi, tirik qoldi. Sonya uni o'ldirib tashadi birga bir chiqqanda. Baribir anaqa qildi. O'sha joyi ham sal anaqa, bilsanglar, qanaqadir atsilka bor-da. Atsilka bor. O'yin bo'yicha anaqa ko'p atsilkalar, Sindel bilan Sonya olishgani, u вообще imba. Yoqmagan, masalan, action sahnalar bor, shaxsan menga yoqmadi. Kitana bilan anaqa Johnny Cage urushgani. Postanovka yomon, lekin ishlatilgan tryuk anaqa nima priyomlar hammasi o'sha o'yinda bor hammasi yaxshi. Lekin bitta narsa yo'q qildi, uni ham bo'lsa xoreografiya, postanovka. G'alati. Короче, Johnny Cage yutqazdi, keyin mana qilib turgan joyi bor, finish him. Anaqa nima edi? Tipa o'lar-o'lmas bo'lib turadi-yu, tipa xushdan ketib yiqilib-yiqilmay. Ana o'sha paytda hal qilishinglar kerak-ku. O'ldirish fatalitymi yoki babalitymi nima bo'lsa ham. Fatality. U keyin innamatda u o'zi yiqilib qo'ya qoldi, shu, potom yutishdi. Bo'lmasa manta Shao Kahn turdi, prikonchi deb. Yo'q qil. Undan keyin Jet bilan Jax olishdi, yoqmadi menga sahna. Bir ikkita joylari zo'r, maza qila olmadi odam baribir. Kun Lao bilan Liu Kangga zo'r bo'ldi. Kun Lao tirilgandan keyin Liu Kang bilan jang zo'r bo'ldi. Postanovka ana o'sha zo'r. O'zi treyler ko'rganda biluvdimki, zo'r bo'lsa kerak ularning jangi, eng zo'r. Eng top fight bo'ldi o'sha. O'sha Noobsayed bilan Scorpionni olishgan nisbatan. O'sha. Keyin bu yoqda anaqa. Keyin Shao Kahn, Liu Kang, qarochi Jax, Sonya, qarochi mash 3tasi Shao Kahn bilan olishgan eng anaqa yurak anaqa bo'ldi. Odam yuragini qo'zg'atib qo'ygan sahna. Xuddi mana Thanos bilan olishgan sahna bor-ku, 3-1. O'shani emotsiyasini bera oldi. Shuncha yil bo'yicha bunaqa emotsiya olmagandim.
Lekin afsuski mana Jet bilan Jax olishgan yoqmadi dedim. Keyin anaqa yoqmadi. Yana bitta sahna anaqasi bor edi. Qisqasi o'sha fightdan ko'proq Jet bilan Jax urushgani uchun yoqmadi. Keyin anaqa. Bilasizlar, fight ko'p bo'ldi. Baraka bilan Johnny Cage urushgani, u aloqasi yo'q turnirga. Ularniki ham yomon emas, lekin u ham sal anaqaroq bo'ldi. Postanovkacha cho'zib yuborishdi, короче. Lekin mana o'sha final fight mana Liu Kang bilan anaqa ham yaxshi bo'ldi. Shao Kahn, lekin oxirida Liu Kangga shuni tiqib olgani yomon bo'ldi-da. Qisqasi aytdim, men taqdirim seni o'ldirish emas, men anaqa boshqa, men Kun Lao'ni qutqarishim kerak deb yo'q bo'lib ketdi shu bilan. Oyog'ini osmondan qilib tashladim hozir. Umuman boshqa anaqa aytishim kerak edi. Qisqasi spoiler kerakmas. Kim o'ldi, kim tirik qoldi. Keyin aytgancha ana esimdan chiqdi sizlarga. Ana o'sha ham eng zo'r fight bo'ldi men uchun. U lokatsiyaga xuddi 9 Mortal Kombat 9 dagi lokatsiyani kislota полный o'sha. Yashil kislotani lokatsiya agar bilsanglar, короче, biling, Shao Kahn ana o'shanda u amuletga ega edi, ana o'shanda u o'lmaslik anaqa besmertiyani oluvdi, hech nima ta'sir qilmaydi. Shunchalik ana Cole hujum qilayotganga ta'sir qilmayapti-da, odam anaqa bo'lib ketdi shu joyda. Nima etishimlashib anaqa bo'lib ketdi-da. To'g'risi, bittada bundoq ana fatalitysi bor, bilasizlar, kallasini yorib tashlaydi boltasi bilan urib, bolg'asi bilan. Uzra. U yomon bo'ldi, o'sha yerda g'alati bo'lib ketdim. Uni главный personajda bu kerakli edi. Lekin Scorpion bilsa, u yomon qildi lekin. To'g'ri, lekin prosta tak o'ldirib yubordi. Birinchi qismning qizig'i u bosh qahramon edi-da, Cole. Naslедник, Scorpionning naslедники bo'lmasam, shuni o'ldirib yuborishdi-da. Shu joyi ham yoqmadi lekin. Shunchaki, lekin yutishi mumkin edi agar Shao Kahnda amulet bo'lmaganda Shao Kahn yutardi. Chunki u bilasizlar, kiyimi anaqa xuddi Panteraga o'xshab uronni o'ziga yig'ib, kinetik energiyani yig'ib, keyin anaqa qo'rardi. Afsuski uni o'ldirdi. Jax'i ham o'ldirdi, qo'lini uzib olib Jax ham munosib olishdi, xuddi temir odam ana tanisi bilan olishgandek. Rostdan ham-da. Munosib olishdi, lekin Sonya ancha-muncha foydasi tegdi. Oxirida Keno qoyil, lekin yaxshi tarafga o'tgani yomon kuldirdi, lekin u ana atsilkasi ayniqsa ana ko'zini taqqandan keyin anaqa to'ram boshida ko'zini anaqa qiladi-yu, yo'q ko'ziga. U HD ko'rar ekan deb qo'yadi. O'sha joyda yomon kuldim. Endi bilmadim, tarjimasi balkim originalda boshqacha gapirganda, ingliz tilida gapirganda, men endi HD ko'rar ekan deb qo'yadi-da, HD. O'zini ko'zini qo'y. Lekin biling, men yana bitta narsaga noroziman, nimaga plastinasini qo'ymadi haligacha? Menimcha 3-qismda qo'ysa kerak. Plastinasi yo'qdi haligacha. Ikkinchi qism men o'yladim, shunchaki treylerda ko'rsatishmadim desam, yo'q, u film davomida shunaqa bo'ldi. Afsuski. Kostyumerlar keladigan bo'lsak, men vashi action to'xtaladigan bo'lsa, action zo'r, postanovka bir xil joylarda xromat qildi ozgina. Menga yoqmadi, postanovka yomon edi bir xil joylarda. O'z shunaqa kutdim. Lekin aslida eng zo'ri bu Kun Lao bilan Liu Kang, oxirgi final fight. Ayniqsa Kitana Shao Kahnni oson yutgani ham uncha anaqa bo'lmadi. Men uni Kitanani shuni otib tashlaydi odam bu yoqqa. Oxirida shu amuletni anaqa qilishgandan keyin, oxirida ayniqsa Johnny Cage o'zini priyomini ishlatdi, bilsanglar. Chotiga urish emas. Shpagat o'tirib Barakani chotiga urdi, o'sha joy ham kulgili bo'ldi. Yashil anaqa o'zidan energiya paydo qiladi, keyin tez uchib boradi. Uning ustiga xuddi Shao Kahn yelka anaqasi bilan, anaqa qilgan, yelkasi bilan urgan, tez uchib boradi. O'sha joylar vash. Umid qilamanki, keyingi qismlarda o'sha Cyrax Sector, Night Wolf, yana kim Shiva, Striker o'shanaqa personajlar chiqadi degan umiddaman. Ko'ramiz. 3-qismga imенно 3-qismga olib qo'yishganini o'ylayman. Chunki komanda yengilandi. Hozir mana Cole o'ldi, Jax o'ldi, afsuski. Hozir Scorpion anaqani o'ldirdi, mana anaqani. Nupsaybitni bo'ldi. Shu bilan uni qaytib ko'rmadik. Hozir komanda yengilandi, qisqasi hozir sanab o'tadigan bo'lsam, ularga Jet qo'shildi, Kitana qo'shildi, xo'p, yana Kano qo'shildi. Qisqasi o'sha yangi personajlar, o'shalar yana 10 ta, 8 ta. Mana endi Striker va Nightwood qo'shilsa 10 ta bo'lishadi. Kakras 10 ta bo'lishadi. Kutib qolamiz, lekin 3-qismda qisqasi shu, boshqa gapim yo'q.
spoiler taraflamay aytadigan bo'lsam, shu ancha yaxshi personajlarni yo'qotdi. Afsuski Cole, Jax, bir ikkitalar tirik qoldi, Cinderni o'ldirishdi, bir nima tiltirib olibdi, mayli. Mayli, tiltirib olibdi. Keyin ana chiqqani meni hayron qoldirdi. U treylerda ham chiqdi. Keno Pennywise dedi. Pennywise emas, nima desam bo'ladi? Bitta oppoqda o'sha tiltiradi. Qisqasi mana ko'zi bilan qop-qora, imam tanaqasi bor, uzr. Ismi nima edi ya? Uzr, ssenarist uncha aniq qilolmayapman. O'sha personaj ham ular qoldirib ko'rib aniq qilgani o'zini hozir bir minut. O'shani ham aniq qilib olay bitta. Bilasizlar, iloji men pamitda muammoda, nima desam bo'ladi? Kim bo'lishi mumkin? A few moments later. Quan Chi. Lekin Quan Chi Mortal Kombat 9 da bor edi. Chunki men bilan urushganman, lekin tushunarsiz personaj. Adashmasam, u hatto turnirda ham ishtirok etmaydi. U shunchaki anaqaga shunchaki xizmat qiladi xolos. Eng qizig'i Shao Kahn o'ldi. 3-qismda kim yovuz bo'ladi? Men shunga qiziq menga. Lekin anaqa tirik qoldi, to'g'rimi? Shansung. Prosta Raiden itar bordi, bo'ldi. Birinchi qismda ham shunchaki anaqa tok otib qayda bordi, men qaldiroqqa botda ham shunaqa qildi. Botda prem itar bordi. Bo'ldi, shu bilan qaytib ko'rmadik. Shansung tirikmi, yo'qmi? Mayli, nima bo'lsa ham. Qisqasi filmga 7.5 qo'yaman. Uzog'i bilan 8, ilinib turgan 8, bilmam 7.5 da qotsam kerak. Yana qayta ko'rish kerak. Ana o'shanda emotsiya ko'ramiz qanaqa bo'lar ekan. Lekin hamma atsilkalar zo'r bo'ldi. Atsilkalar. Mana o'yinda bo'lgandi-yu, mana turishlargacha fight. Biling, o'sha yerda finish ili fatality degan ularni aytish kerak edi. Fatality sahnalari ham zo'r bo'ldi lekin. Lekin o'sha yerda ham Jade anaqani tirik qoldirdi-da. Nima? Jade Jax Jade tirik qoldirdi, chunki bir dedi. Chunki o'tda ham Kitana uni Johnny Cage o'ldirmadi, shuni hisobiga. Mick dedi oxirida. Mayli, nima bo'lsa ham. Endi bab ularni otryadida, endi ularning jamoasida. Endi bu yoqqa yangi yovuzlar qo'shilsa kerak, lekin menimcha Mortal Kombat 11dagi bosh yovuz chiqishi mumkin, kal ayol. O'sha endi Shao Kahn yana kim bosh anaqa yovuz bo'lishi mumkin. Menimcha o'shani kandidat deb o'ylayman. Bosh yovuzga yana boshqa kim chiqishi mumkin? Sindel tirik lekin aytgancha haligacha. Qisqasi shu 8 ball uzog'imni yetar-yetmas. Birinchi qism masalan men uchun 6.5 bo'lsa, bunisi 7.5, 8 larga yaqin. Chunki birinchi qism ancha zerkarli, yana qarog'ida. Bitta kanon agar olib tashlasanglar, o'sha anaqa unisiga o'tda reptilian bir rovga ko'rsatishdi, reptilian. Biling, reptilian ya'ni reptiliya formasida ko'rsatishgan. Eng qizig'i kiyimda emas. U ham niqobda bo'lish kerak deb вообще-то, ya. To'g'ri 9 da boshqacha. Masalan, kinosida eski kinosida reptiliya yashil kiyimda, xuddi Scorpionning kiyimi faqat yashil varianti edi. Bu yerda reptiliya shunchaki reptiliya bo'ldi. Qisqasi shu. Bir ikkita prosta narsalar meni hayron qoldirgani, xafa qilgani, to'g'rog'i. Ular bir rovga paydo bo'ldi, prosta fan service uchun edi. Bir ikkita naqalar, masalan, Nupsaybet, ular kam chiqdi demoqchiman. Afsuski. Shu bilan video yoqdimi-yo'qmi komment yozib qoldinglar. Bilaman, ancha cho'zib yubordim, ancha adashib ketdim. Bo'p turadi. Nima bo'lsa ham, har holda film haqida fikr bilib oldinglar. Ko'rish ko'rmasdan shunga qarab hal qilishinglar mumkin. Agar sizlar fanat bo'lsanglar, ko'rsanglar bo'ladi. Fanat bo'lmasa yo'q. Bu film chista nima desam bo'ladi, fanatlar uchun berilgan. Xuddi Minecraft ham, xuddi shu Marioni ham yaqin tomosha qildim. Bu haqida fikr bildirish ham shart emas deb o'ylayman. U ham qanaqadir bir martalik manaqa bo'ldi, franshiza bo'ldi. Kino adaptatsiya. Erta bu yog'iga Zelda turibdi bizda, kino adaptatsiya. Zelda, men tasavvur qilolmayapman. Zelda u erta bu kechda GTA'ni ham ekranizatsiya chiqdi. Genshindan kecha Genshin hozir mashhur, aniq chiqarishadi ekranizatsiya. Xonkaristlari, короче, bu yoqqa ketaveradi. Bu yoqqa o'yin adaptatsiya kutib turibdi bizani. Chunki odamlarda уже nima desam bo'ladi, g'oya qolmadi. Shuning orqasidan mana Street Fighter chiqadi hozir erta bu yog'iga. Qisqasi shu, bu yog'iga faqat sizlar xohlagan o'yin adaptatsiya. Erta PUBG'ning ekranizatsiyasi chiqsa ham katta gap. Katta gap demoqchiman, bu degani chiqishi ehtimoli bor. Fortnite, qisqasi sanasam ko'p.
Mana erta Gran Turismo chiqdi, erta mana Forza Horizon chiqadi. Gran Turismo bilsanglar anu sportkar, anu poyga, bu deganlarda. Qisqasi shu video qancha yetmoqda. Kanalga obuna bo'ling, like bosing, qo'ng'iroq tugmasini bosing, boshqa videolarni o'tkazib bormaslik uchun. Bu Split Studios kanali edi. Xayr, salomat bo'ling.